Assalamu alaykum muhtaram tomoshabchilarimiz, din qardoshlarimiz. Assalamu alaykum hurmatli Radif Hazrat. Va alaykum assalam va rahmatullohi va barakatuh. Radif Hazrat, din ko'zligidan oilada kim bosh bo'lirga tiyish, ham xotin qizning tub burishlari, ham shulay endi irodning nindi tub burishlari bor ekan. Oilada kim bosh deganda, albatta biz yoshlarni endi nikoh o'qiganda yaxshilab haqlarini belgilaymiz ham ularga endi bir kitobi shunday ismlar hot ham xotin qiz degan. Unda endi bizning odatda xalq tilida bosh xotin mo'yin degan shekilli. Mana oila boshlig'i bo'la, xotin qiz baribir mo'yin bo'lg'ach, shunday bir qiziqli momenti bor endi. Bosh butun narsa uchun javob beradi, lekin mo'yin qaysi yoqqa bura, bosh u yoqqa burala. Mana yigitlarga kengashim shu, bir endi bosh butun narsani o'ylaydi deb, kiysak burmasqa kerak, chunki mo'yinning shiqlaydigan odati bor. Shunda mo'yin boshni tutib tura. Qiz bolalarga da shu kengash. Mana qiz bola bit endi ul ruscha aytamiz, выходит замуж deb, выходит замуж. Erning ortidan chiqa. Mana u erning ortidan chiqqan, shunda bittiga bir buyuk Xitoy stenasi tugul bit endi ul er shulay bit. Aning ortidan gana kirib qochdingda, rahatlanib shunda shapirtqana yashab o'tasan, alay tugul yo'q. Kelisincha qiz bola bir aytimga qaytib, erni eritganda xotin, erni yo'q etganda xotin. O endi o'zining tiravini olirga tegish, haybatlab erni tirab turirga tegish. O'ngga so'lga yig'ilib ketmasin, ortga tushmasin, olga shulay yig'ilib ketmasin uchun yaxshi tirak bo'lirga kerak. Ya'ni endi agarda erning tili yaxshi ekan, demak u olga boracak, olga endi yangi o'rlarga, yangi ishlarga, yangi xizmatlarga albatta endi u o'zining tili yaxshi bo'lishi sababli otlayışa Alloh bersam. Andan erdan bosh bo'larak mana aytib o'tdim endi erni ot deb aytamiz bitni shulay bit tatar tilida ot. Ul endi ot bo'larak ne uchun yigit bo'lmay, ot bo'larak demak oilani ta'min etib, oilani olib boru to'lsincha yelkasidan xotin ot tugul. Xotin oilani tortirga tegish tugul, xotin masalan oilada butun narsani topirga tegish tugul. Ne oyanish hozirgi kunda endi xotin qizlar ko'proq o'z qo'llarini olib boralar haligi ishni. Ne uchun? Chunki erlar bizning erligi yetmaymi, alla xotin qizlarning endi erga irodlarga shulay daraja beru yetmaymi? Buni turli shonlarga bo'lar. Xotin qizlar mana ular qiz bo'lib qana tugul, hozir xotin otlar bo'lib da masalan oilani suravchilar bor, lekin xotin qiz bo'laroq, xotin qiz ol oila o'shag'ini saqlovchi. Oila o'shag'i degach biz endi ko'z oldina keltiramiz bir turli o'shaqni, shulay bet. Narsa so'ng oila o'shag'i ol iminlik. Xotin qiz oiladagi iminlikni saqlarga tegish. Uning tub vazifasi shu oilaning iminligin. Ya'ni bunda albatta irod oilaga qaytganda anda shista, puxta, osharga pishgan, borda tartib, irodni endi oshiq yuz bilan qarshi olish kerak masalan. Ham shu oiladagi iminlik deganda erning kayfi turlicha bo'lishi mumkin. Albatta xotin qizda endi temirdan tugul, uning da kayfi turlicha bo'lishi mumkin. Shulay bit xotin qizda otnaga 1-2 martaba endi hech cheksiz qizib ketar shulay bit. Mana aning bo'yicha da payg'ambarimizning hadislari bor, sollallohu alayhi vasallamning. Olda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, xotin qizlarga qarata endi siz yumshoq bo'ling'iz, mahabbatli bo'ling'iz, ularga otib berilmagiz degan so'zlar albatta bek ko'p. Shunga ko'ra xotin qiz mana oila o'shag'ini saqlovchi, shu o'shaqni ya'ni iminlikni saqlov, mana xotin qiz yelkasida hamol o'shaq qo'yvaqt aytganimcha xotin qiz qizib ketadi, hamol durlab yona boshlaydi. Bunda so'rov tuva narsa shatirga bu o'shaqni durlab yona. Kimdir aytadi suv sevarga deydi, lekin sen chelak bilan suv deb irg'itirsan shulay bit. U xotinga borib yetgancha masalan kerosinga aylanirga mumkin. U tog'onda durlab yona boshlaydi shulay bit. Shunga bunda endi olimlar aytadi o'tin istamasligina kerak. Ya'ni o'tin istamasang akringina tinav ol. Bunda yoshlarga da kengash bo'laroq aytadi. Mana 50 yil birga yashovchilardan so'raganlar da shulay abzay necha shulay 50 yil birga yashadingiz, og'ir bo'ldimi? Yo'g'ini og'ir bo'lmadi. Biz uylanishganda kelishib qo'ygan edik. Biri biz qishqira boshlasa, ikkinchimiz o'ramga chiqib turgan. Mana 25 yilim o'ramda o'tdi deb aytadi. Shunga ko'ra 50 yilning 25 yili o'ramda o'tarlik bo'lgach, anda endi baribir yo'l beru degan so'z. Yo'l beru qaytdi masalan, xotinning kayfi yo'q, u senga narsadir aytirga tili, demak endi qishqirib tashlaydi masalan, sen agarda qarshindashmasang, akringina o'tib ketadi, shulay bit. Agarda qarshindashasang ekan, qora qarshi endi tortqalash kelib chiqadi. Tortqalash negizida narsa ayrilishga da borib yetirgan mumkin. Oilada masalan nizoqlar yish bo'larga mumkin, oila tortqalarga mumkin. Shunga ko'ra mana bunda
Юл кую, береңнең инде ул бит ашу керү нәрсә дигән сүз, менә ашу керә икән, димәк акыл чыгып тора. Акыл чыгып тора. Аюк акыл белән эш итми. Әгәр дә бер якны күрәсең икән инде, акылы чыккан, ул гел ачуланып тора мәсәлән. Нәрсәгә? Син инде аңа мәсәлән каршы эндәшәсең. Акылы кире кайткач эндәшерсең әле шулай бит. Әгәр дә икеңдә ачулана икән, димәк, икенең дә акылың чыгып тора, килеп чыга шулай бит. Монда инде бер-береңә кычкырышуга килеп чыга. Менә шуңа ир һәм хатын арасындагы мөнәсәбәтләр, ир һәм хатын арасында булган менә шушы үзара килешеп яшәү, үзара инде бер-берсенә терәк таяныч булып яшәү, әлбәттә юл кую, әлбәттә инде бер-берсен аңлау, бер-берсен инде санлауга кайтып кала. Рәдиф хәзрәт, димәк, гаиләнең иминлеген саклау ике яктан да тора. Әлбәттә, бер якка гына кайтарып калу дөрес түгел. Ирнең үз җаваплыгы, хатын-кызның үз җаваплыгы булырга тиеш һәм алар икесе дә үз җаваплыгын туеп яшәгәндә генә гармония дип әйтәбез инде. Ике якта шушындай тигез җаваплылык алып барганда гына гаилә имин, матур яшәячәк. Бу әлбәттә гаиләнең матурлыгына төп сәбәп булып тора.